3 yoshli nevaram Diyora bo'ynimdan achamlab, sizni yaxshi ko'raman buvijon deb 2 yuzimdan o'pib qo'yadi. Buvijon, dadamga ayting, Diyora sizni rosayam yaxshi ko'radi deb ayting, deydi yana achamlab. Kimni, dadasini deb aytaymi desam, yo'q, sizni deydi yana achamlab. Xursand bo'lib ketdim. Ko'chada kimdir chaqirganday bo'ldi. Tashqariga chiqdim. Qish emasmi, havo sovuq. A'zoyi badaningni chimchilaydi. Kelgan odamni jo'natib ichkariga kirdim. Sovuqdan ko'zlarim yoshlangan ekanmi? Kichkina nevaram, buvijon, nega yig'layapsiz dedi ko'zlarimga termilib. Yig'laganim yo'q qizim, sovqatdim desam, yo'q yig'lamang. Katta bo'lsam o'zim sizga ro'mollar, chiroyli ko'ylaklar, qo'llaringizga brasletlar olib beraman deydi ko'zlarimni silab. Rost akamiga ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi. Tumov bo'lib qoldim. Issig'im chiqib bir necha kun yotib qoldim. Dori darmon qildim. 2-3 kun narigi buvisinikida mehmon bo'lib kelgan kichkina nevaram ustimga o'zini otdi. Nima qildi buvijon? Issig'ingiz chiqyaptimi dedi yuziga yuzimni qo'yib. Ha qizim, sen yo'q eding, kasal bo'lib qoldim-da dedim men ham hazillashib. Voy mening asal buvijonim, o'zimning buvijonim. Sizni shunday yaxshi ko'ramanki, hech qachon kasal bo'lmang deydi o'zicha meni erkalab. Qarang, yoshingiz o'tgandan keyin nevaralaringizga ham yosh boladek bo'lib qolar ekansiz. Bir kuni kichik nevaralarim Diyora va Marjonaga ertak kitob o'qib berayotgan edim. Lip etib chiroq o'chib qoldi. Ertakni davomini ertaga o'qib beraman. Xo'pmi asal qizlarim dedim ularni erkalab. Shunda Diyora ko'zoynakda yaxshi ko'raman deysiz-ku buvijon, o'qib bera qoling deydi yalinib. Chiroq o'chsa ko'zoynakda ham ko'zim ko'rmaydi-da dedim-da kulib yubordim.